Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizning maktabimizda ekologik toza sinflar, ya'ni eko sinflar tashkil etildi. Ular qanday sinf ekanini deb qiziqayotgandirsiz. Keling, ular bilan yaqindan tanishib olamiz. Birinchi eko sinfimiz 7-sinf bo'lib, o'quvchilar o'zlari uchun mana bunday maxsus logotiplar ham yaratishgan. Naslash, kelajakni asrash. Har bir nafas beradi. Chiqindilarni to'g'ri ajrataylik. Barcha joyda gullar bo'lsin. Yer onamizga qaraymiz. Tabiat hayot bo'ldi. Havo muhit sog'lom inson. Uydagi havozni yerga tashlasin. Bir gul eksak, bir do'st orttirsin. Har kuni eko tizimlarini. Biz eko avlod. Havo ifloslashsa hayot sinadi. Ikkinchi eko sinfimiz 7-sinfimiz ham o'z logotipiga ega. Ushbu logotip ramziy ma'no, ya'ni bilim olish, tabiatni sevishdan boshlanadi. Nima uchun eko sinf deb qiziqayotgandirsiz? Buning sababi sinfda har bir o'quvchi o'z gullariga ega va ular o'quv yili davomida o'z gullarini o'zlari parvarish qiladilar. Voqealar esa tabiatga do'stona munosabatda bo'lish, o'zlari uchun toza havoni ta'minlash va mehnat qilishga, natijada esa yaxshi kayfiyatga erishishga o'rganadi. Bundan tashqari, har bir sinfda chiqindilar uchun maxsus idishlar ajratilgan. Shuningdek, xona tozaligiga ham alohida e'tibor beriladi. Tashqarida qish eshik qoqmoqda, bizda esa bahor nafasi. Surmak, yemak. Yerni etmog'ing kerak, bo'ston o'zing, rizvon o'zing. Ey sen erkin, sen bugun yozding dilingdan bir tugun. Sen kimu ne dahridun, viron o'zing, nodon o'zing.